Bugungi obzorimizda parfyumированный gel для душа. Bu gel для dushamiz. Bu judayam novinka bo'ladi. Aroma seriyasidan yangi chiqqan. Judayam bogatый turadi. Mana ko'rinishlari ham qanaqa katta, ham judayam 400 millik, mana halal sertifikatga ega mana. Hozir buni nima qilib ko'rsataman, ochib, qanday ichida konsistensiyasi va hidlarini testировать qilamiz. Mana buni ochib nima qildim? Mana bunday quyiladi. Mana bunaqa konsistensiyada bo'ladi. Gel для dushamiz. Hozir mana hidlab aytaman. Judayam hidlari mana gilosni hidi kelyapti. Xuddi Lost Cherry, Tom Ford hidi keladi, duxidaqa hidlari. Judayam quyuq konsistensiyasi judayam quyuq, judayam judayam badanga feromon beradi. Juda ancha ko'pga turadi hidi. Parfyumированный-da bu. Bu oddiy nima hisoblanmaydi. Mana piramida aromati. Верхние ноты горький миндаль, mana спелая черешня. И mana noты сердца vishnya, sliva, roza. Ichida ham atirgul, jasminda va olxo'rini hidlari ham keladi. Judayam ichida bogatый hidlari и judayam zo'r o'ziga притягательный hidlar kelinadi. Воздушная пенка окутывает манящий аромат, mana deb yozilgan. Спелая вишня. Judayam zo'r hidi.